Toshkent ham mazza shaharda. Ha. Qachon biz ham borib, Toshkentda chang havosidan to'yib nafas olarkanmiz. Gapirma, qachon bizni burunlar ham to'lib kir ko'rarkin Toshkentga borib, ha? Qachon biz ham probkalarda turarkanmiz. Probka nima? Ha, baklashgan qo'pqog'i bor-ku. Toshkentda shunaqa deb turamiz. Qachon bizga ham bir toshkentliklarga o'xshab har kuni uyimizga radardan xat keladi. Qishlog'imizga umuman zerikaman-da. Umuman tashvish yo'q qishlog'imizda. Birov bilan birov ursa, syomka qiladigan odam yo'q. Shu ham qishlog'mi? Qishloqda o'zingni siqmasang, birov seni siqmaydi. Menga qara. Shu siqilish uchun ham обязательно Toshkentga borib 4 yil o'qib kelish kerakmi-kin? Menimcha o'qish kerak. Chunki mahalla kompyuter raisi Toshkentda o'qigan, bilasam, rosa siqiladi. Yurishni qiling. Tog' dasht gulzor